Jon aka, to'xtang. Men sizga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a Asaljon? Taram. Siz uchun sovg'a. Jonkam, sizga Rolex soatini oldim. Qarang, siz uchun qimmat Rolex soatini oldim. Siz aslida bundan ham ko'piga loyiqsiz. Asaljon, judayam bir zo'r ekan. Buni asrab, avallab, kechasi uxlayotganda ham taqib yotaman endi. Rahmat. Jon aka, endi nima qilamiz? Men hozir shundoq vannaga kirib chiqay. Sen o'tirib tur, o'yinchoqlaring o'ynab, hozir tez chiqaman. Uxlab qolmagin. Asal. Nima balo bu? To'ymas fantomasmi? O'zi shuncha qimmat narsalarni bor butunni sotib, yig'gan pullarimni sotib, o'zidan o'g'irlagan tilla taqinchoqlarni sotib olib beruvdim shu uzuvni. Zaksga olib bormasin deb. Hozir bu bilan Zaksga boradigan bo'lsam, chepaku hammasi yonadi-ku. Sapu bilan Zaksim bor. Luba alimentga bergan, Sapu alimentga bergan, yonib ketaman-ku hozir. Mayli. Bugun amallab o'tkazib olsam, ertaga esidan chiqib ketadi Zaks. Hozir vannaga kirib, oldiga chiqaman. To'ymas fantomas.